Qayerdadir xato qildim-da. Ayol kishi ham hurriyotami? Qaysi gunohlarim uchun? Voy dadasi kechasi bilan hurriyotib uxlatmay chiqdingiz. O'zi ma'no nima? Oq balkim qora bo'lib, qora oq bo'lib chiqsa-chi. Qo'shni uyda nima hayvon boqasizlar? U kirib chiqadi har kuni. Voy dinozavrsan, dinozavrlar qirilib ketgan. Qo'shni ming bor uzr bitta to'ng'iz baqayap turganimda hozir bo'g'izlab bo'lsa ham ovozini o'chiraman. Siz kiravering uyga. Hop. Ishqib bir o'qib ketmasa bo'ldi. Qaytib qo'rqinchli kino kirmayman. Haligacha qo'rqaman. Ushtaga qo'llab Vah bu kabutarmi yoki pari, oy yuzi dilbar, buncha chiroyli. Yaqinda uyimiz qulab tushmasa bo'ldi. Jonimga tegib ketdingiz. Kechasi bilan uxlolmay chiqolmaysiz hurriyotishingizdan. Ko'zingga olaymi o'lgur, o'zing hurriyotni mendan to'nkama. Ya u fake xabar u. Qo'shni, yarim kechasi perforator ishlatyapsizlarmi? Nima balo? Ming bor uzrda qo'shni, ming bor uzr. Xotinni hurriyotadiganidan olyapman-da, ming bor uzr. Siz kiravering, burniga paxtan tiqib qo'yaman. Ming bor uzr, ming bor uzr. Alek, iltimos sizdan bugun qaytishingizda doktorga ko'rinib keling, xo'pmi? Hurragingga dorab kelin. Bo'pti, boring. Normal nafas olishingiz uchun operatsiya qildirishingiz kerak. Faqat aytib qo'yay, hurrak yuqumli. Bu kabutarmi yoki pari, oy yuzi dilbar, buncha chiroyli. Sen meni dardim. Sana deb 10 yilga qaridim. Kim? Ke, bitta ke. Adin ke. O'zini hurrayga. O'zi qo'rqib uyg'onib ketdi-ya. Ey, ko'zingga olaymi o'lgur? Men hurriyotmayman. Avvadaki dabra. Tatoy, chom. Quvas, hozir uxlatdim-ku o'zi. Qarang, menga o'xshaydi. Nima? Quyib qo'ygandek menga o'xshaydi. Asal bola. Shu bola sen bilan ko'p yotibdi-da. Sendan yuqqanda. Bitta edinglar, ikkita bo'libsizlar-de, a? Rahmoq uyg'onib ketadi hozir. Nima balo, qaynatangiz benzapila yutib yuborganmi? Mana uni qarang. Yurmaylarmi? Ya, to'g'risida mana ushang. Aralaymiz, ketdi. Torting. Qilaring qo'shni, yur. Kelib qolinglar, mana bolajonlar uchun sharlar ishini beramiz. Jinni pochini nima qilding? Pochcha zo'r hurriyot ekan. Vulkanizatsiyada ishlasachi, zo'r pul topadi. Bir yo'qol. Voy, adasi. Xudo xola bamisoli poyezd ekan. Bu xonadonda yashab bo'ladimi o'zi, opa? Qanday chidayapsiz? O'rganib ketganman. Yaqinda Ginslar kitobiga kiritilasizlar. Yana boshlandi ana. Traktorlar tirildi. Opamga ham yuqib bo'pti. Opa, senga maslahat beraymi? Tezroq Xonsaroydan uy olib chiqib ketgin. Mana hurrachilar dastidan do'mni qulatasizlar. Xonsaroyda uylari pishiq bo'ladi-da. Qani qo'lingni duoga och. Otam senga chiqib ketayotganingda toshdek qotgan borgan joyingda deganmi? Toshdek qotgan, yapishib ketgan. Iloji bo'lsa uyga bormagin. Tushundingmi? Bizga ham yuqtirsa. Tashamaylar ekanda.
tinch jahonda ham ayol kishi hurrayotami? Men ham mazza qilib uxlayim keladi. Atalam chiqib qoldi, ishdan charchab kelaman. Qani nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Nima bo'pti? Nima bo'pti? Nima bo'pti? Eshitaman. Nimani eshitasan? Biz eshityapmiz, xo'pmi? Hali drenmi, perforatormi o'sha yig'ishtir, ertalab qilasan remontigini. Siz kechasi uxlamagansiz, ko'zingiz qizarib yotibdi. Meni uxlatib qo'yib qatga borib keldingiz. Enangni ammasi uyiga borib keldi. Ko'zinglarni o'lgur, kechasi bilan uyqu bermay chiqding, xurrak yotib, qilib. Birinchidan men hurri yotmayman. Ikkinchidan telefon bersangiz yotmayman. Ko'zinglarni o'lgur, erkak kishi birinchi parosatni qaydan olgansan? Endi ishonchli smartfonlar arzon narxlarda. Akajon qarang, Samsung Galaxy S25 telefoni 8 ga 256, eski narxi 16,116 ming, yangi narxi 11,926 ming. Muhdalli! Uxlama hozir hammani qo'qitib yuborasan xurraying bilan. Honor Tourist telefoni 8 ga 256, eski narxi 5,179 ming edi, yangi narxi 4,343 so'm. Samsung Galaxy A17 telefoni 6 ga 128, eski narxi 2,373 ming, yangi narxi 1,989 ming. Yo-mayo! O'zini oylig'idan to'laydi. Xiaomi Redmi 15S telefoni 8 ga 256, eski narxi 1,947 ming 700 va hozirgi narxi 1,636 ming 100 so'm. Voy dada, shuni olaman. Voy sekro, onam kelgan, uxlayaptilar. Onadan bosh ekanda, ha? Yashamayli ekanda.